umuman olganda raqamli kommunikatsiya muhitida ijtimoiy tarmoqlar, axborot tarqatish va auditoriya bilan muloqot qilishning asosiy vositasiga aylanib borayotgani ko'proq marta takrorlanmoqda. Xususan Telegram, YouTube va Instagram medialar rivojlanishi mazkur platformalarning imkoniyatlaridan marketing va boshqa maqsadlarda samarali foydalanish hamda to'g'ri media strategiya shakllantirish masalasini dolzarb ilmiy muammoga aylantirdi. Ya'ni bugun ijtimoiy tarmoqlarda media strategiya qanday shakllantirilishi kerak o'zi nima, uning samaradorligini ta'minlovchi omillar nimalardan iborat ekanligi nafaqat xalqaro media tadqiqotlar doirasida, balki milliy ilmiy hamjamiyatda ham tadqiq qilinmoqda. Aslida bu ilmiy bahs bugun yoki kecha paydo bo'lgani yo'q. 1970-yillar boshida amerikalik olim, sotsiolog, media tadqiqotchi, shuningdek Nobel mukofoti laureati Robert Simon Attention Economy, ya'ni diqqat iqtisodiyoti yoki diqqat iqtisodi nazariyasini ilmiy jamiyatga tanishtiradi. Olim axborot ko'paygani sari diqqat kamyob resursga aylanib borishini prognozlashtiradi oldindan, ya'ni o'sha yillarda. Ya'ni muammo axborot yetishmasligida emas, balki inson diqqatining cheklanganligi sababli paydo bo'lishi mumkinligini aytib o'tadi. Ya'ni buni oddiy iqtisodiy modellar bilan, ya'ni an'anaviy iqtisodiy modellar bilan solishtiradigan bo'lsak, an'anaviy iqtisodiyotda asosiy resurs yer, mehnat, kapital bo'lishi mumkin, lekin bugungi raqamli davrda inson diqqati eng cheklangan resursga aylanib bormoqda. Shu nuqtai nazardan ijtimoiy tarmoqlarda, raqamli platformalarda marketing strategiyalarini to'g'ri yo'lga qo'yish va undan to'g'ri foydalanish orqali kompaniyalar o'zlarining faoliyatlarini va moliyaviy imkoniyatlarini yo'lga qo'yib olishni kuchaytirishga harakat qilmoqda. Ijtimoiy media foydalanuvchilarga nafaqat axborot iste'molchisi, balki uni yaratuvchi va tarqatuvchi sifatida ham ishtirok etish imkoniyatini beradi. Bu esa kommunikatsiya jarayonining ikki tomonlama va dinamik xususiyatga ega bo'lishini ta'minlaydi. Shu nuqtai nazardan media strategiyani ilmiy asosda shakllantirish, platformalar xususiyatini chuqur o'rganish va ularni amaliyotga tatbiq etish masalasi keng muhokamalarga va ilmiy tadqiqotlarga mavzu bo'lib kelmoqda. Shu o'rinda media strategiya nima o'zi? Bu axborotni maqsadli auditoriyaga samarali yetkazish uchun kommunikatsiya kanallarini rejalashtirish, boshqarish va optimallashtirish jarayonidir. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda biz sanab o'tgan o'sha raqamli platformalar, YouTube bo'ladimi, Telegram bo'ladimi, Instagram bo'ladimi, ularda shunchaki kontentni joylash emas, kontent joylashdan maqsadni to'g'ri qo'yish va o'sha maqsad orqali kompaniyaning media strategiya tuzgan o'sha kontent yaratuvchining boshqa bir ikkilamchi maqsadlarni yoritishni o'z zimmasiga olishi kerak bo'ladi. Bu kontent yaratish, uni tarqatish, auditoriya bilan o'zaro aloqani yo'lga qo'yish hamda natijalarni tahlil qilish bosqichlarini ham o'z ichiga oladi. Ya'ni kontentni qo'yish bu birinchi qadam. Uni tahlil qilish va uning ortidan kelayotgan monetizatsiyani hisobga olish bu keyingi bosqichlarni va media strategiyaning asosiy markazida turadi. Media strategiya nazariy jihatdan kompleks va ko'p omilli tizim bo'lib, bu auditoriya ehtiyojlari, kontent sifati va platforma xususiyatlarining uyg'unligiga asoslanadi. Bu esa raqamli muhitda samarali kommunikatsiyani ta'minlashning muhim sharti hisoblanadi. Ichki tadqiqotimiz doirasida Ishonch davriy nashrining Telegram platformasidagi faoliyatini tahlil qildik va ilmiy izlanishlarimiz natijasida quyidagi xulosalarga keldik. Ya'ni nashrning Telegram foydalanuvchilari ehtiyojlariga bir qadar mos keladi, doimiyligi bor, davriyligi bor, bo'lishlari soni yetarli, kontent joylashtirish muntazam va operativ xarakterga ega. Ya'ni boshida aytib o'tganimizdek, agar bugungi kunda o'sha kuzatuvchining diqqati eng noyob resurs bo'ladigan bo'lsa, bu tomonlama nashrning Telegram kanali kontentni doimiy joylashtirish orqali diqqatni ushlab turishga harakat qilmoqda. Sarlavhalar auditoriya e'tiborini jalb qilishga yo'naltirilgan, ya'ni clickbait sarlavhalardan ham foydalangan o'rinlar bor. Ya'ni bu aytishlikni oshiradi. Axborot yetkazish tezligi yuqori darajada, bu eng muhim omillardan biri. Interaktivlik, izohlar, muhokamalar yetarli darajada rivojlanmaganda esa shu nuqtai kontent strategiya tuzayotganda shu o'rinlarga e'tibor berish kerakligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, nashrning Instagram platformasida ham o'z rasmiy sahifasi bor. Unda vizual kontent mavjud, lekin
shakllanmagan. Ya'ni to'g'ri upakovka degan tushuncha bor. Bugungi kunda upakovkalash nuqtai nazaridan ishlov berishga biroz muhtojroq. Postlar ko'proq axborot berishga yo'naltirilgan. Agar media strategiya tuzuvchi komanda, ya'ni jamoatchilik jamoasi Instagram platformasining imkoniyatlarini chuqur tahlil qilsa, bu yerda axborot uzatish birlamchi o'ringa qo'yilmasligi kerakligini biroz e'tiborga olishi lozim bo'ladi. Reels va Stories yoki zamonaviy formatlardan foydalanish darajasi biroz pastroq hisoblanadi. YouTube platformasi tahlilini o'tkazdik. Ishonch gazetasi uchun YouTube'dagi pullik strategik imkoniyatlar mavjud, chunki YouTube'da rostdan ham ko'rishlar soni, kuzatuvchilar va followerlar soni jihatdan yaxshi rivojlantirilgan. Bu natijaga erishish oson emas, qachonki o'sha kontentga talabning ko'pligini ko'rsatadi. Tahliliy va sharhlovchi videolar tayyorlash yana ham foydali bo'ladi, yana ham strategik urg'u beradi. Intervyular va maxsus reportajlar yaratish, video orqali auditoriya bilan ishonchli aloqa o'rnatish bu yerda yaxshi yo'lga qo'yilishi kerak hisoblanadi. Umuman olganda nashrning ikkala raqamli platformadagi faoliyati yaxshi va ko'plab yo'nalishlarda uni yana ham takomillashtirish imkoniyatlari mavjud va shu orqali nashrni va uning o'sha raqamli platformalardan keladigan monetizatsiya jarayonlarini ham qo'llab-quvvatlash mumkin. Shu nuqtai nazardan bir nechta takliflarni bildirib o'tmoqchiman. Ya'ni mavjud holatni takomillashtirish uchun strategik yo'nalishlarni tavsiya qilish mumkin. Birinchisi, kontent diversifikatsiyasiga amal qilish kerak, ya'ni matn, izoh va video formatlarini uyg'unlashtirish tavsiya etiladi. Ikkinchidan, interaktivlikni oshirish zarur, ya'ni so'rovnomalar, jonli efirlar va muhokamalarni joriy etish kerak. Ya'ni Telegram kanalida faqat axborot berishga yo'naltirilgan. Bugungi auditoriya esa interaktivlikni yaxshi ko'radi, ulardan fikr so'ralishni yaxshi ko'radi, ular bilan hisoblashishni yaxshi ko'radi. Shu nuqtai nazardan ular bilan interaktivlikka kirish kerak bo'ladi. Va keyingisi brend identifikatsiyasi, yagona vizual va kommunikatsion uslubni shakllantirish vaqti allaqachon kelgan. Eng oxirgi tavsiyamiz esa analitik yondashuvni yo'lga qo'yish kerak. Bunda auditoriya xatti-harakatlarini tahlil qilish asosida strategiyani doimiy moslashtirib borish talab etiladi. Rahmat,